Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. O'zingizni tanishtiring. Men O'tkir va marhabo Shoikra Omina bo'laman. Rahimov Kidsda tarbiyachi lavozimida ishlayman. Sizni tarbiyachi sifatida asosiy vazifalaringiz nimadan iborat? Aynan nimalarga e'tibor qaratasiz? Tarbiyachi lavozimida birinchi o'rinda bolaga ta'lim tarbiya berish, uni odob axloqqa o'rgatish, oiladan tashqari baribir bola bog'chada, bog'cha muhitida baribir odob axloq haqida tushunchaga ega bo'lish kerak va o'shanga ozgina bo'lsa ham tushuncha berib, o'rgatib borish. Bolalarni birinchi marta qabul qilganingizda ularga qanday munosabatda bo'lasiz? Ya'ni ularning adaptatsiyasi yengilroq kechishi uchun nimalar qilasiz? Odatda bolalarimizni birinchi kun kutib olganimizda ularga ustoz bola munosabatida emas, do'st sifatida qarashni birinchi shuni aniq qilaman, qo'llayman. Chunki bola baribir yangi kirib kelganda oldingizga begona odamni ko'radi. Begona odam bilan salom alaykum qilib ko'rishgandan ko'ra, misol uchun, "Voy, yaxshi keldingmi?" ochiq anaqada chehrada xushmuomalalik bilan do'stona munosabatda kutib olish birinchi o'rinda yaxshi deb o'ylayman. Bolalar bilan aloqa qilishda qanday usul va metodikalardan foydalanasiz? Ya'ni hozir aytganimga o'xshagan bu ham, men ko'proq do'stona muloqot qilishni yaxshi ko'raman. Chunki bola do'sti bilan qanaqa erkin gaplashadi. Men bilan ham xohlayman shunaqa erkin gaplashishini, erkin fikrlarini bildira olishi, xohishlarini aytishi, nima deydi, o'zini qo'ygan talablari bo'ladi baribir har bir bolani. O'shanga mani uni talabiga mani talabimga u ko'nikishi, bir-birimizga o'rganish, ya'ni o'sha adaptatsiya paytida bir-birimizni o'rganib, bir-birimizga ko'nikib borishimizga yordam beradi. Men o'shani ko'proq bolalarda ham qo'llayman, ham qo'llab ko'rganman, yaxshi natijaga erishganman. Bola uyatchan, agressiv, juda qiziquvchan bo'lsa, unga qanday munosabatda bo'lasiz? Qiziquvchan, agressiv bolalarda ko'pincha muhitdan kelib chiqqan holatda chora ko'rishga majbur bo'lamiz. Chunki bir xil bola bo'ladi, juda ham qiziquvchan, juda ham ko'p savol beradigan bola bo'ladi. Ko'p savol beradigan, qiziquvchan bolaga vaqtingizni ayamasdan javob bersangiz, shuncha ma'lumot keng bo'ladi. Shuning uchun biz bolalar bilan qiziquvchani bilan ham, agressivi bilan ham ko'proq muloqot qilib, muloqot jarayonida to'g'ri yo'lga solib o'rgatib boramiz. Bolalarning jamoaviy o'yinlarga bo'lgan qiziqishini oshirish uchun qanday o'yin va metodikalardan foydalanasiz? Birinchi o'rinda didaktik o'yinlar ko'proq bolalarni qiziqtiradi. Keyin qurish yasash o'yinlari, keyin jismoniy tarbiya, jismoniy daqiqa o'yinlarimiz ko'proq olib boriladi. Bu bolada jamoasi bilan birga harakat qiladi. Jamoasi bilan birga birinchi bo'lishimiz kerak degan his-tuyg'u uyg'onadi unda va o'rtoqlarining ichida yana ahillik, do'stchilik, bir-biriga yordam berish kerak degan tushuncha paydo bo'ladi. O'shaning uchun bizda jamoaviy faoliyat ko'proq olib boriladi va bundan yanada bolalar qanaqa bo'ladi? Ahil bo'lishni boshlaydi. Shuning uchun men ko'proq jamoaviy faoliyat o'ynattirishga harakat qilaman. Rahimov Kidsda yoki aynan sizning bolalaringizni kuni qanday o'tadi? Juda ham mazmunli, ham tarbiyaviy, ham odob jihatdan, tarbiya jihatdan, har taraflama mana shu o'rtoqlari bilan muloqot qilish jihatidan, ota-onalarga hurmat qanaqa bildirish kerak, shu jihatdan ko'proq o'rganishadi va qiziqarli bo'lib o'tadi deb o'ylayman. Qiziqarli aynan qanaqa, nimalar qilishadi? Ertadan kechgacha. Ertalabdan kechgacha misol uchun darslarni olib borayotganimizda, mashg'ulot jarayonimizda ham ko'proq o'yin orqali olib boramiz. O'yin orqali olib borganingizdan keyin bolalar nima qiladi? Qiziqadi. Nimadir o'yin o'ynayotganmiz. Chunki ertalab kelayotganda ham bugun men nimadir o'yin o'ynayman deb qiziqib keladi. Keyin rag'batlantirish ko'proq bo'ladi. Rag'batlantirganingizdan keyin bola yanada darsga, mashg'ulotga nisbatan qiziqishi ortadi. Rahimov Kidsda kelgandan keyin sizni bolalaringizda qanaqa odatlar shakllandi?
200 ta ko'nikma bor. 200 ta ko'nikmani ichida odob axloq ham kirib ketadi. Bunda salom berish odobi, dasturxon ustida qanaqa o'zini tutish odobi, dasturxon duolari, ota-onaga bo'lgan munosabat, do'stlarga bo'lgan munosabat, ustozlarga bo'lgan munosabat va ko'chada kattalarni ko'rganda qanaqa munosabat haqida ko'plab odoblar o'rgatib boriladi. Judayam zo'r. Sizningcha bog'chada berilgan tarbiya va uyda berilgan tarbiyani qanday uyg'unlash kerak va ota-onalarga qanaqa tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Bog'chada olgan tarbiyasini, misol uchun bola ketayotganida biz ota-onalar bilan gaplashamiz. Ota-onalar bilan gaplashganimizda qanaqa? Bugungi kunida bola o'zini qanaqa tutdi, qanaqa axloq odoblarni o'rgandik, shu haqida ota-onalarga tushuncha berib boramiz. Ana endi shu tushunchalarni mustahkamlashimiz uchun biz ota-onalarga aytamiz. Biz bog'chada shuni o'tdik, iltimos uyda yana shuni qaytarsak, takrorlasak. Ana o'shanda biz o'ylagan anaqamizga yetishimiz mumkin. Nima deydi? Qo'ygan maqsadimizga yetishimiz mumkin. Tushuntira oldim? Misol uchun salom berish odobini aytsak, assalomu alaykum. O'ng qo'limiz ko'ksimizda. Chunki bola birinchi kelganda unaqa salom berish bo'lmayapti. Faqat qo'l berib salomlash odobi bor. Ko'chada. Lekin qanaqa? O'ng qo'limiz ko'ksimizga qo'yib salom berish odobini o'rgatish. Kirib kelganda ham, uyiga mehmon kelganda ham faqat shuni takrorlatib tursak, yaxshi bo'ladi. Bu narsa odat shakliga kiradi. Odat shakliga kiradi. Sizningcha bolalarni tarbiyalashda eng katta yutuq nima va sizni qanday individual yutuqlaringiz bor? Bolalarni tarbiya qilishda biz bolalarga atrof olam, tabiat haqida ilk tushunchalarni berib boramiz. Bizani endi men ustoz sifatida meni yutuqlarim savol javob qilayotganimda men bergan bilimimga nima deydi, ularda qanaqa qabul qildi-yu, qanaqa menga javob qaytaryapti. Ana bu meni yutug'im bo'ladi. Mana misol uchun atrof olam daraxt olaylik. Daraxt 4 xil faslda 4 xil ko'rinishda bo'ladi, to'g'rimi? Bahor, yoz, kuz, qish deb o'tganimizda bahor faslida qanaqa? Sen nimani tasavvur qilasan? Ana o'sha haqida bola bizaga javob beradi-ku, shunaqa xursand bo'lib ketaman. Chunki men bergan bilimim bolaga qay darajada yetib bordi, men shundan bilaman. Agar kam bo'lsa, yana mustahkamlash uchun yana savol javob qilamiz, yanada ko'proq ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Judayam zo'r, juda zo'r. Yaxshi tarbiyachi qanday bo'lish kerak? O'zingizni shu obrazda qay tarzda ko'rasiz? Yaxshi tarbiyachi siz uchun kim? Yaxshi tarbiyachi avvalambor izlanuvchan bo'lish kerak. Judayam, chunki rivojlangan sari, izlanuvchanlik qilgan sari yangi metodlar, yangi usullar, yangi nima deydi, boshqalarga ko'rib tajriba almashish bo'ladi. Ya'ni bunda yangiliklar kirib keladi. Misol uchun, mana hozir yana daraxtga qaytsam, oddiy daraxtni shundoq ko'rib aytib berishi mumkin, lekin unda qanaqa ko'p izlansangiz, yana tushunchalar paydo bo'laveradi-da. Ana u birinchi tarbiyachi izlanuvchan bo'lish kerak. Izlanuvchan, qiziquvchan, yana bolajon bo'lish kerak. Bolajon bo'lganimizdan keyin bola nima deyotganini, bolani bir xilda har xil tilda tushunishingiz mumkin-da, har xil tilda gapirib qolishi mumkin. O'sha har xil tilda gapirganda siz uni his qilib, qalban his qilib, bolalardek javob bersangiz, bola juda ham tushunishi oson bo'ladi. Keyin nima deydi? Ham izlanuvchan deganda baribir milliylikka qanaqadir urg'u berib o'tib ketishim kerak-da. Chunki milliylikdan ko'proq o'tamiz. Ham zamonaviylashgan muhitga moslashish kerak bola, ham milliyligimizni unutish kerak emas. Urf-odatlarimiz hammasi birga bo'lsa, ana shunda tarbiyachi bolalarga berayotgan bilimni qaytarib olganda yokida qiziquvchanligi orqali bolalar ham qiziqishni boshlaydi-da. Har doim oddiy metodda o'tgandan ko'ra izlanib yana boshqacha, yana qo'shimcha metodlarni qo'llasa, shunda yaxshi tarbiyachi, yaxshi ustoz, yaxshi ona ham bo'lib qolishi mumkin.
chunki baribir onalarga taqaladida o'shaning uchun. Yana bir gap qolib ketibdi. Shu ham zamonaviy ham milliy deganimizda ustozini o'zi bolaga ko'zgu bo'ladi. Ustozida ko'rayotgan narsasini o'zida qaytaradi. Chunki ustozi qilganni qilgin deyilgan. To'g'rimi? Ana o'shaning uchun biz o'zimiz namuna bo'lsak, bolalarimiz bizga qarab shunaqa qilishim kerak ekan, shunaqa qilsam yaxshi bo'lar ekan degan tushunchaga boradi. Kasblar haqida gaplashganimizda ham misol uchun ko'p boladan so'raymanda, ota-onasini kasbini aytishi mumkin, amakisini, tog'a xolalarini kasbini aytishi mumkin, lekin shularning ichida ikkita donasi bo'lsa ham baribir ustoz bo'laman, men sizga o'xshagan ustoz bo'laman desa, unda boshqacha his-tuyg'u bo'ladi. Sizga havas qilgani uchun ham sizni qilganingizni qiladi. Ha, to'ppa-to'g'ri. Chunki men misol uchun xonadan chiqib ketgan bo'lsam, o'zlari ustoz bo'laman dedilar-yu boya kasblar haqida gaplashganimizda, o'zini ustoz deb tutadi-da. Bolalar, o'tirib olinglar. Bolalar, bugun mana bunaqa dars o'tamiz deb o'zini ustoz o'rniga qo'yadi. Ana bunisiga qaraganimizda haqiqatdan bu bola haqiqatdan menga taqlid qildi. Demak, bunga chiroyli o'rnak bo'ldi. Boshqa borlarga ham o'rnak bo'lasiz, lekin u ustoz bo'laman deb aniq qildimi, orzu qildimi, demak yanada izlanuvchan bo'lsangiz, u bola deydi. Bugun boshqacha ekanlar deb o'rganishi boshqa. Har bitta qilgan xatti-harakatingizni diqqat bilan demak o'ziga olar ekan. Oladi. Shunaqa bolalarimiz bor. Haqiqatdan izlanuvchan, haqiqatdan qiziquvchan, o'z ustida ishlaydigan bolalarimiz bor. Bog'cha yoshda bo'lishiga qaramay. Shunaqa kichkina bo'lishiga qaramay. Juda ham zo'r. Xo'p, oxirgi savolim. O'zi qisman tepada ham yuqorida ham javob berib ketdingiz. Sizningcha tarbiyachi o'zi qanday o'sishi kerak? Ya'ni aynan sizni shaxsiy rivojlanishingiz, o'z ustida ishlashingiz qanday kechadi? Avvalambor bizni odob, axloq jihatidan o'sishimiz kitoblarga taqaladi. Ko'proq kitob o'qishimiz kerak. Kitobdan bilim olamiz. Bilmaganlarimizni bilamiz. Nutq boyligimiz oshadi. O'shaning uchun ko'proq izlanishimiz kitobdan bo'ladi. To'g'ri, internet tarmoqlaridan ham foydalanishimiz mumkin, ma'lum bir qismida. Lekin eng ko'p vaqtimiz kitob o'qish bilan o'tgani juda ham qiziqarli. Chunki bir xilda bolachi ertadan charchab qoladi. Sizga rasm olib keladi-da, ustoz, bu rasmda nimalar bor deysiz. Kitob o'qimagan bo'lsangiz, nutq boyligingiz kam bo'lsa, faqat rasmni o'zini gapirib berasiz bo'ldi. Lekin oddiy ustozga gul olib kelib berayotgan bolani kitob o'qigan ustoz boshqacha tasavvur qilib, boshqacha gapirib beradi. Yetib borishi juda ham oson bo'ladi shunda. Eng ko'p vaqtimiz kitob bilan o'tsa yaxshi bo'lardi. Internet tarmoqlaridan ko'ra. Shunaqa. Ustoz, mazmunli va qiziqarli suhbat uchun rahmat. Rahmat sizlarga.